2 marta yuzini kestirgan mana. Tepadan ham kestirgan, pastki tarafdan ham kestirgan. 37 yil og'rigan. 37 yil og'rigan. Endi hozir mana biz operatsiya qilgan joyimizni o'rnini ko'rsataman. Mana. Shu 3 shoxli nerv nevralgiyasi bilan qancha vaqtdan beri og'riyotdingiz? Ha bir 2,5 yil uchun bo'ldi. 37 yildan beri. 5-yil, 5 yil bo'lyapti. 5 yil bo'lyapti. Og'riq qayerda bo'lardi? Qanday bo'lardi? Uni asosan shunday mana shu endi qo'shni şeydi. Mana şeyda ko'zimda mana shu yerga haligi pichoqni mashina qilib sanchib olganga o'xshab. Og'rim shu tilimni uchi bilan keladi-da, shunda to'kirganday bo'lib, shuni uyishib. Hech bo'lay u mahalda to'g'risini aytsam hech bo'lay olmaydi. 10 sekund 15 sekund bo'ladi xolos. O'shaning ichida dod deb qiyqirib aylanasida, keyin birdan to'xtaydi. Nima muolajalar qildingiz? Qayerlarga bordingiz? Ko'rinmagan doktorlarim qolmadi. Hamma doktorlarga borsam ham koronavirusdan asorat qilgan deydi. Bir xil shoh analari, nervlari shomallagan deydi. Hech qanday. Mana ham boshlandi bo'yiga. Mana ham xuddi mana shu tishtimayda tish tevasda, tishtimayda tish tevas. Unaqalar bilmasdan tishim o'g'riyapti, sanchyapti deb tish tuturga qancha bordim. Ikktasini olib tashladi, sovuqlarni boramday qilib. Keyin bora hali o'sha boshqa doktorlar nimasini ham ta'sir bo'lmay qoldi. Keyin oxiriga beyda eshitib, begaynigin kelgan yerimizda. Qayerda eshitdingiz biz haqimizda? Men YouTube'dan kirdim. YouTube'ga kirib, qarab, unaqa qildim. O'sha menikida shu kasalliklar ekan. Keyin birdan o'g'limga telefon qildim, shunaqa bir doktor bilan bog'lanasanmi dedim. Keyin mayli deb siz bilan keyin gaplashganda. Bizlardan Qayn singlimizda ko'p telefon qilib ko'rib, bizlarga yuboraverdi. Sizlar kasallaringiz ekan, boringizlar. saqlab qo'ydim. Telefonga tortib yuboraverdi-da. Bemorlarga nimani tavsiya qilasiz siz? Shu kasallik bilan og'rib, qo'rqib yurgan bemorlarga. Endi men aytamanki, qo'rqmang deyman, nima deyman. Keling. Tanangizni kesmaydi, narkoz bermaydi. Faqat shu qo'lqiganda yina bo'lsa, sal jiddiy shu bilan bo'ladi. Juda ko'p ham ketmaydi, 15 minutda, 10 minutda bo'ladi operatsiya. Bunday kasalliklar bo'lsa, mana shu Chinobat Plus klinika shifoxonasini tavsiya qilaman. Juda yaxshi joy ekan. Kecha birdan operatsiya qildim. 20 minutga chiqqan bo'lsam, birdan og'rig'i yo'qoldi. Shunday yaxshi ovqatlar bemalol yeyman. Rahmat sizlarga. Keyin uni olib tashlaylik endi sizni nimangiz. Operatsiyangiz uni o'zingizga bor operatsiya qilmadim endi desangiz ham. Kecha aytayotibdi o'g'lim, qayerdan operatsiya qildi, bilinmaydi-ku deydi-da. Mana uni operatsiya bo'lgan joy. Kichkina mana ignani o'rni xolos. Kichkina. Bu jarohat o'rnini qarang, bu jarohat o'rnini. Bu ignani o'rni. Xudo xolasa mana endi og'rimaydi. Bemalol marojniy ismi, sousni ichasizmi, xohlaganingizni qilib yuraverasiz. Avvalo ishlaringga, umrlaringga Xudo barak bersin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Bola chaqalarning baxtiga salomatlig'idan, nevara, chevarlarning, bolalarning, tevalardan qaraganda ham bosh qosh olib yuraveringlar. Allohu akbar.